Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston viloyatlarida qaysi tumanlarda yomg'ir qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 11 yanvar kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati kechasi 11 yanvar kuni 0,5 daraja sovuq, 12-14 yanvar kunlari 2 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 11 yanvar kuni ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. 12-14 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 11 va 13 yanvar kunlari 2 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida 11 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 12 yanvar kuni ayrim joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 11 va 12 yanvar kuni 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat 12 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir qor bo'lishi mumkin, ayrim joylarga tuman tushadi. Havo harorati